Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Ishlarimiz davom etyapti. Mana bugun Gentra avtomobilni olib qolganmiz, buni detailing moyka olib qolganmiz buni. Buni ishlarni yakunlaganmiz va ikkinchi avtomobilimiz bu Lacetti avtomobili. Bu polirovka olib qolganmiz. Xudo xolasa 1-2 kundan keyin boshlaymiz. Ustalarimiz dam olishga ketgan va uchinchi avtomobilimiz Gentra avtomobilni olib qolganmiz. Buni polni ximchiska olib qoldik. Mana holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Polni mana bagajlar bilan tushirib ichib olishni boshladik va umuman olganda salon qismlariga bitta baho berasizlar. Mana holat. Bitta ekilmagan bodom bilan pista qolgan. Apshipkalar mana qarang. Xudo xohlasa buni polni roz ximchiska olib qoldik va kosmetika qilib beramiz nasib bo'lsa. Mana puferlarni ko'ryapsizlar. Kosmetika xizmatlarini chotka qilib bergandan keyin faoliyat davomida men sizlarga ko'rsatib boraman. Agarda kimgadir shunaqa ximchiska xizmati professional ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bizaga Startoningga murojaat